с одной головы. Соседина. Ol meni yig'ishtirib turgan ishi bor. Buni mashinamni sotib berish kerak. Klient kelyapti. Iltimos sendan sotib ber. Bu mashinani kim oladi? Necha marta dumalab ketgan? Sotolmayman. Men o'shanga aytyapman, jon o'rtoqjonim, sen gapga ustasan-ku. Ana klient kelib, arbanga qarab olaman. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Kevorligingizni tuzimisiz? Assalomu alaykum, ukamjonim. Omonat dunyoda omonmilar? Qani yuringchi, sizga aytilgan mashinani ko'ring. Yana boshlandi. Aka, o'zi bu mashinangizni yili nechi ekan? Ukajonim, mashinamiz pashta yurmagan. Ishga borgan, uyga kelgan. Yili 2017. Aka, bu mashinangiz avtomatdan bas ekan, buncha qimmat aytyapsiz. Ukajonim, avtomatni nima qilasiz? Avtomat sovuq qurol-ku. Undan ko'ra shundan boshlab turing. Qolgani ham bo'ladi. Menga qara, mashina avtomat emasmidi? Bor suv olib ketdi. Ukajonim, siz ko'ravering mashinani. Aka, mashina metanmi? Ukajonim, mashinamizga metan ham, propan ham o'rnatilmagan. Aytyapman, iloji boricha toza saqlangan. Ukajonim, mashinamiz ma'qulmi? Aka, mashina menga ma'qul. Mana baraka. Qolganini notariusda gaplashamiz. Sog' bo'ling, ko'rishamiz. Mana pulingni. Qolganini notariusda olasan. Sen Ey, hech qachon esingdan chiqarmagin. Biz odamlarni aldamaymiz. Odamlarga o'zi ishonadi. Sog' bo'ling. Boy toy akam, hoji akam, boy akam